Assalomu alaykum. Suv nasos olishim kerak, o'rnatishim kerak degan akalar uchun bu videomiz maxsus. Biz bu uzoq masofaga suvni surib beradigan nasosimizni Jizzax viloyati Arnasoy tumaniga baliqchi akalarimizga o'rnatib suv chiqarib berdik. Nasos o'rnatishda qilinadigan ishlarning 90% ni o'zimizning seximizda tayyorlab oldik. Shuning uchun bu nasosni o'rnatishga 3 kun vaqtimiz ketdi. Mana haqiqiy bosim bu yerda. Qilingan ishlarimizni ko'rib, o'zlaring baho berasizlar. Sizlar uchun har xil turdagi nasoslarimiz bor. Kichkinasi bu. Bir yarim 2 metr. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun hoziroq bizning sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi video bundan-da qiziqroq bo'ladi albatta.